Assalomu alaykum hammaga. Hozir telefonimda kamera xira-pira u narsaga e'tibor qila olmaymiz. Hozir meni srochniy e'lonim bor. Bir sutkani ichida men odam topishim kerak. Tayyor uy bor, gaplashilgan, ish bor, gaplashilgan, green kartasi bor, green karta yutgan, Amerikaga kelmoqchi bo'lgan birorta oila topishim kerak. O'shani aytish uchun hozir video qilyapman. Boya u kuni e'lon qilganim navoiylik oila kelmaydigan bo'ldi. Men ularga deb uy gaplashib qo'yganman, landlord bilan kelishib qo'yganman. 20-noyabrda uyda уже shartnoma qilib to'lovni qilishimiz kerak. Noyabrga 10 kunlik, dekabrda rentini bir oylik depozit beriladi bizda St. Louisda shunday, hamma joyda har xil. Keyin общий $2780 berishim kerak. Keyin 1-yanvargacha hech qanday to'lov qilinmaydi. Mabodo kimdir Amerikaga kelayotgan, tanish izlayotgan yoki kvartira izlayotgan kimdir bo'lsa, tanishi bo'lsa, menga aloqaga chiqsin. Srochni bir sutkani ichida odam topmasam, keyin men uyni egasiga aytishim kerak, отказ berishim kerak uyda. Lekin hali uyni egasi nima deydi? Ko'ngan taqdirda ham landlord bilan yaxshi yomon bo'lishni xohlamayman, chunki men yana uy so'rashim bor, boshqam bor. O'shaning uchun undan ko'ra kimdir uy izlab, tanish izlab yotgan bir o'zimizda O'zbekistonlikka foyda bo'lsin deb odam izlayapman. O'shalar joyiga shu boshqa bir oilani tiqib yuboray, ana qilsin, shular foydalansin shu imkoniyatdan debman. Chunki men o'sha mehmonxonada ish ham gaplashib qo'yganman. Uyda ham o'sha gaplashib qo'yganman. To'lov qilishga kelganda bular boshqa shtatga ketamiz deb qolishdi. Endi ularni ham tushunaman, vaziyati to'g'ri kelmadi. Boshqa joydan o'zlarining viloyatidan tanishlari chiqqan. Nasib qilmagan. Bandasini emas, Xudoning aytgani bo'ladi-ku, shunday. Allohning xohish irodasi. Ko'ramiz endi shu uy kimga nasib qilgan ekan. Aloqaga chiqingizlar. Shu yerdagi profilimda, o'zimda YouTube profilimda Telegram kanalim ham bor. Aloqaga chiqsalaringiz gaplashib olardik.